Aka, uyingizga keluvdim, chiqa olasizmi? Assalomu alaykum. Keling, aka. Aka, bezovta qilmadimmi? Yo'q, aka, men. Aka, kecha ko'chada ish bilan edim. Telefon qildingiz, ola olmadim. Nima xizmat, aka? Aka, mana arendamni oxirgi oyi. Mana shu mashinani o'zingiz olib qola olasizmi? O'zi zo'rg'a qutulgan bo'lsangiz, qiynalib. Hozir bu mashina narxi tushib ketgan. Katalogi 2,5 mingga olib qola olaman lekin. Mayli, aka. Ota-onamni sotib umraga jo'natmoqchi edim. Ota-onam ham qarib qoldi, g'animat bo'lib qolishdi. Ko'p kasal bo'lishyapti. Kirili chog'ida duoligini olib umraga jo'nating. Men shunday uyga kirib chiqay. Aka, narsalarimni olib oldim. Dokumentlar ichida. Aka, mana kelishga 2,5 ming. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Aka, haqiqat. Boshingizni olib ketmaysizmi? Tushunmadim, aka. Aka, meni bilasiz. Ozmuncha mashina arendaga chiqarib yuborganman. Xohlasangiz pulni topganingizda qaytaring. Bo'lmasa rozimanman. Ota-onangiz umraga borishganda bitta duo qilib qo'ysin. Men xursand bo'laman, aka. Sizdagi insonlar yo'q bo'lib ketgan deb o'yladim. Mana bor ekan, o'zim guvohi bo'ldim. Bu pulingizga kelsa, albatta qaytarib beraman, aka. Rahmat kattakon.